Bu mahallamizda bir sotiq yerni 30 ming dollardan sotishayotgan ekan, lekin joy egalariga srochniy pul kerak bo'lganligi uchun bir sotig'ini 26.500 dollardan berib yuborishyapti. Yashnobod tumani Go'zal mahallasida joylashgan, orientirimiz Yashnobod 2-metro bekati bo'lyapti. 4,5 sotiq 5 ta xonadan iborat. O'zi bu joyimizda katta sotiqli bitta hovli, shundan bir qismi, ya'ni 4,5 sotig'i sotilyapti. 4,5 sotiqli joyimizga bo'lsa, bu yoqdan kiriladi. Shunaqa vaqtinchalik darvoza o'rnatilgan, bemalol darvoza qo'yib, darvoza xona qilib foydalansanglar bo'ladi. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha hamma sharoitlari bor. Katta ko'chaga, ya'ni betonkaga yaqin joyda joylashgan. Mahallamizni ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Hozir endi men sizlarga hovlimizni ko'rsatib o'taman. Bu yoqda bo'lsa kiraverish darvoza xonamizda joylashgan, vaqtinchalik shunaqa bino qurilgan, bemalol buzib tashab darvoza xona qilib olsanglar bo'ladi. Kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa bir qavatli binoyimizda joylashgan, korobka holatida pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Hozir aytib o'tganimdek, katta hovlini bir qismi, ya'ni 4,5 sotig'i sotilyapti. Mana shu g'ishtni oxiridan boshlab o'rtadan bo'lib beriladi. Mahallamizda bo'lsa gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma kommunikatsiyalari bor. Binoyimizning o'zini podvali ham bor. Podvalga bu yoqdan tushiladi. Bitta xonamizni, ya'ni oshxonamizni tegini o'zi podvaldan iborat. Binoyimizning tom qismi bitgan holatda. Bu yoqda oshxonamizda joylashgan. Bu yoqda ham bitta xonamizda joylashgan, zal yoki spalnya qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa bitta katta hol bo'ladi. Holdan qolgan xonalarga o'tib ketsa bo'ladi. O'zingizlarning xohishingizga qarab bu qurilishimizni bitqazib olsanglar ham bo'ladi yoki boshqatdan yangi bino qurib olsanglar ham bo'ladi. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Arzon narxda hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.